Futbol ko'rib turasizmi? Yo'q, uncha tushunmayman men futbolni. Demak, savolimiz futbol haqida bo'ladi. El Clasico deganda qaysi match tushuniladi? A. Sho'rtan Qizilqum. B. Arsenal Qo'qon 912. C. Al Nasr Algoritm. D. Manchester City va Toshkent City. Men qarang, men futbolni uncha tushunmayman desam, sizlar va shu tushunmas ekansizlar-ku. Demak, javobingiz? Ya bilmayman deyapman-ku, tushunmayman futbolni. Javob to'g'ri, buni biz ham bilmaymiz. Kino ko'rib turasizmi? Yo'q, kino ko'rishga uncha qiziqmayman. Demak, savolimiz kino haqida. Cho'kib ketgan Titanikning rangi qanaqa edi? A. Mokri asfalt edi. B. Qop-qora tonirovkada edi. C. Yangi lina rangida edi. D. Cho'kib ketgani nima farqi bor? Demak, javobingiz? Yo'q, aka, men aytaman, kino ham ko'rmayman, futbol ham ko'rmayman men. Bilmayman-da buni javobini. Menga qarang, siz o'zi bu narsani ko'rasizmi televizorda? Televizorda beriladigan tekin narsalarni bilmayapsiz-ku. To'g'risi, televizorim ham yo'q meni. Shuni voqliroq aytmaysizmi? Mana, endi siz kino ham ko'ra olasiz, futbol ham ko'ra olasiz. Ha, rahmat. Keyin Artel televizorlarda Dolby Vision hamda Dolby Atmos funksiyasi bor. Bu qulaylik bilan siz o'zingizni ko'rsatuv ichida o'tirgandek his qilasiz. Boshqacha bo'lsa kerak. Keyin maslahatim, bu IQ bilan ko'rsatuvga borib yurmanglar. Ha, uyda ko'raman, uyda ko'raman. Artel ishonchli va barakali.